bugungi konuyimiz zarf fe'llar. Ya'ni bu zarf fe'llar o'zbek tilidagi ravishdosh shakliga to'g'ri keladi. Hop, bu qiyinroq bo'lganligi uchun har bitta o'sha shaklini yana bir bor takror holda sizga yozib tushuntirib o'taman. Xo'p, demak o'zbek tilidagi ravishdosh qanaqa bo'ladi? O'zbek tilidagi ravishdosh bu fe'l va ravishning bir-biriga xoslangan shakli, ya'ni fe'ldan yoki o'sha ravishdan fe'l yaratilgan shakllar hisoblanadi. Demak, turk tilida ham xuddi shunaqa, aynan o'sha shu shakllarni turk tilida bir qancha qo'shimchalar yordamida yasaladigan shakllarni ko'rib o'tamiz. Demak, siz bilan birinchi shakl fe'l plus yarak yoda arak shakllari ko'rib turganingizdek, demak bu yerda ham o'sha so'zlarimizning unli yoki undosh bilan tugaganligiga qaraymiz. Agar so'zimiz unli bilan tugaydigan bo'lsa, biz o'rtada bitta yana orttirib talaffuz qilamiz va undosh bilan tugaydigan bo'lsa esa arak qo'shimchasini o'zini qo'shgan holda talaffuz qilamiz va shunday yozamiz. Masalan, annesining yonina ko'shara ketdi. Demak, bu o'sha so'zimizning, ya'ni gapimizning tarjimasi oyisining yoniga yugurib ketdi degan ma'noda qo'llanilyapti. Demak, ravishdoshni haqida o'tganimizda, uni asosiy qo'shimchalari ib, a, ye, ya'ni bu shakllar ham xuddi turk tilida aynan shu qo'shimchalar yordamida yasalishini ham ko'rib o'tamiz. Ya'ni arak yoki yarak shakllari qo'shimchasi o'zbek tilidagi aynan ib qo'shimchasini beradi. Xo'p, onasining yoniga yugurib ketdi degan ma'noda keladi birinchi so'zimiz va ikkinchi misolimiz esa muzik dinleyerek ders çalışıyorum. Ya'ni bu yerda musiqa tinglab dars qilyapman degan ma'noda kelyapti. Demak, ib yoki b shakllarini o'zi qo'shimchasi bilan o'zbek tilidagi va turk tilidagi arak qo'shimchasi bir xil ma'noga ega ekan. Xo'p, keyingi shakllari esa fe'l plus ya yoda a shakllari. Xo'p, bu yerda asosan takror, ya'ni o'sha so'zni bir marta emas, ikki marta takrorlagan holda siz zarf fe'llar hosil qila olishingiz mumkin. Xo'p, zarf fe'lning demak bunisi takroriy shakli hisoblanar ekan. Agar o'sha fe'limiz unli bilan tugasa, unga ya qo'shimchasini qo'shar ekanmiz. Ya'ni aytib o'tganimizdek, unli bilan tugagan so'zga unli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham o'rtada bitta yana orttirdik. Va bu faqatgina bitta holatga amal qilmaydi, bu ikkala holatda ham amal qiladi. Ya'ni o'sha qo'shimchamizning, so'zimizning ikkala shaklida ham biz unli bilan tugasa, ya shaklini qo'llab takroriy bir zarf fe'l hosil qila olar ekanmiz. Masalan, konuşa turkchani ilerletdim. Ya'ni bu yerda o'sha gapirib turk tilimni yaxshiladim, ya'ni o'sha yuqoriladim degan ma'noda kelyapti. Xo'p, so'zlarimizni endi qaysi o'sha shakllarini qo'shilganligini biladigan bo'lsak, bu yerda o'sha konush va bu yerda ham so'zimizni konush, ya'ni bitta so'zni ikki marta takrorlayapmiz, ko'rib turdingiz. Xo'p, va konuşa, ya'ni bu so'zimizning asosi undosh bilan tugaganligi uchun unga unli bilan o'sha boshlanuvchi shaklni qo'shdik. Ya'ni bunda ya'ni hech qanaqa so'zimizga keragi qolmadi. Va konuşa, ya'ni gapirib degan ma'noda kelyapti. Xo'p, birinchisini esa ikki xil shaklini ham qo'llaganmiz, ya'ni arak yoda yarak shaklarini ham. Xo'p, masalan, ko'sharak fe'limizning asosi, ya'ni bu yugurib degan ma'noda kelyapti va yugurmoq o'sha fe'limiz esa ko'shmak degan bir o'sha fe'lni hosil qilardi va shuning uchun ham uning asosi ko'sh hisoblanadi. Demak, bu yerda ham undosh bilan tugaganligi uchun biz aynan unli bilan boshlanuvchi shaklini qo'shdik, ya'ni arak shakli. Xo'p, ikkinchi shaklimizda esa buni ya'ni teskarisi. Xo'p, dinlamak fe'li tinglamoq degan ma'noni bildiradi va shuning uchun ham uning asosini dinlay qilib olamiz. Va bu yerda esa keyin qo'shimchamizning erak shaklini qo'shdik. Unli bilan boshlanuvchi so'zga unli bilan tuguvchi qo'shimcha turgan bo'lsa, ya'ni ikkita unli hech qachon yonma-yon kelib qolmaydi va o'shaning uchun ham o'rtada bitta yana orttirib talaffuz qilamiz. Xo'p, demak siz bilan yana bir o'sha unlilar haqida aytib o'tishim kerak, chunki bu yerda o'sha qalin unli bo'lganligi uchun arak shakli, inji unli bo'lganligi uchun erak shakli qo'llaniladi. Demak, buni 4 xil shakli emas, aynan 2 xil shakli bor ekan. Xo'p, so'zlarimizni faqatgina qalin injiga ajratgan holda arak yoda erak shakllarini qo'llab o'tar ekanmiz. Demak, bu yerda o'sha talaffuz va yozuvda bitta tovush ortish hodisasi bor. Bu yerda esa hech qanday tovush o'zgarishi yoki tovush ortishi hodisasi yo'q. Xo'p, keyingi so'zimiz spor yapa sog'liqli bo'ldim. Ya'ni sport bilan shug'ullanib sog'lom bo'ldim degan ma'noda kelyapti. Xo'p, biror narsa o'sha qilmoq yoki biror bir o'sha fe'lga qo'shilib birikmoq degan ma'nosida keladigan yapmak fe'limizdan foydalanganmiz bu yerda. Va yapmak fe'limizning asosi yap bo'lganligi uchun, ya'ni bunda asosan
ya'ni bir bo'g'in va u ham undoshdan tugaganligi uchun biz bu yerda ham hech qanaqa tovush ortishi yoki tovush o'zgarishi hodisasini qilmaymiz. Shunda undiyimizni, ya'ni a qo'shimchamizni o'zini qo'shgan holda bir takroriy zarf fe'l yasar ekanmiz, ya'ni yapa yapa. Xo'p, bu yerda ham hech qanaqa tovush o'zgarishi yo'q, ya'ni ani o'zi kelyapti. Chunki birinchi so'zimizdagi bir bo'g'in bo'lsa ham, hattoki bir bo'g'in bo'lsa ham, undagi o'sha unliga qaraymiz va u kalin bo'ladigan bo'lsa, qo'shimchaning ham aynan kalin shaklini qo'shar ekanmiz. Ya'ni bu yerda ham aynan ani qo'shdik, eni emas. Xo'p, keyingi shakllarimiz esa buni 3 xil shakli bor ekan. Ya'ni ham fe'lga, ham ot so'z turkumi, ya'ni ismni bilasiz, bu o'sha asosan ot so'z turkumidagi so'zlar qo'llaniladi, hamda sifat so'zlariga, so'z turkumlariga qo'shilib yangi bir ma'noni hosil qilar ekan. Endi har bittasini alohida ko'rib o'tamiz. Masalan, fe'lga qanday shaklda qo'llaniladi? Fe'ldan keyin o'sha biror bir zamon eki, ya'ni zamon qo'shimchasi va undan keyin ken yoda ekan qo'shimchalarini qo'shib yasar ekanmiz. Ya'ni aynan o'sha paytdaligimda, shunaqa bo'lganimda degan ma'noda kelish uchun. Xo'p, demak, fe'ldan keyin aniq biror bir o'sha xohlagan bir zamoningizni xohlasangiz, shimdagi zamon yoda belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman yoda geniş zaman kabi zamonli bir qancha turlardan foydalangan holda buni ham yasay olar ekanmiz. Masalan, yemek yaparken telefon chaldi. Ya'ni ovqat o'sha pishirayotganda telefon jiringladi degan ma'noda kelyapti bu yerda. Qarang, bu qo'shimchamiz asosan birikkan qo'shimcha, ya'ni o'sha moslashib bitishib qolgan qo'shimcha hisoblanganligi uchun unda hech qanaqa tovush o'zgarishi uchramaydi. Bilamizki, asosan turk tilidagi qo'shimchalarda tovush o'zgarish hodisasi bo'lardi, lekin ba'zi bir qo'shimchalar birikib bitta shaklga kelib qolganligi uchun uni boshqa bir shakllarga ajratish yoki unlilarga qarab turli qismlarga bo'lish hodisasi yo'q. Ana shunday qo'shimchalardan biri bu ken qo'shimchasi hisoblanadi va bu kalin unli bilan tugagan so'zlarda ham, enji unli bilan tugagan so'zlarda ham aynan bir xil shaklda, ya'ni ken shaklida qo'llaniladi. Xo'p, demak, yaparken buni asosiy yapar bo'ladi va ken shakli qo'shimcha hisoblanadi. Bu r, ya'ni unsiz ila bittiği için unga ken qo'shimchasini qo'shib talaffuz qilar ekanmiz va bu aytib o'tganimdek hech qanaqa kalin enjiga qaramaydi. Demak, fe'l shaklini o'rgandik, endi ism shaklini o'rganamiz. Ya'ni ism plus da yoda ken qo'shimchalarini qo'shilishi. Xo'p, babam çocukken çok yaramazmış degan o'sha so'zimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni dadam o'sha yoshligida juda ham o'sha gapga quloq solmaydigan bo'lgan ekan degan ma'noda kelyapti bu yerda. Xo'p, chujuk ya'ni ism bu yerda. Uni asosga ajratadigan bo'lsak va bu yerda ham aynan ken shaklini qo'llaymiz. Unlilarga ham bu so'zimizda ham unlilarga hech qanaqa aloqasi yo'q, faqatgina ken bitta o'sha shakli borligi uchun ken shaklini qo'ydik. Chunki bu so'zimizning tarkibida ham asosan kalin unlilardan iborat. Xo'p, keyingi so'zimiz ya'ni sifatda qanday shaklda bo'lar ekan? Xo'p, sifat va yeken, demak, sifat so'z turkumidan keyin shu qo'shimchamizni o'zini qo'shar ekanmiz bo'ldi. Xo'p, ablam çalışkanken har şey yapıyordu. Ya'ni opam o'sha mehnatkash bo'lganida, ya'ni ishtiyoqi bo'lganida hamma ishni qiladi degan ma'noda kelyapti bu yerda. Ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda ham xuddi o'sha çalışkan tepadagi o'sha so'zlarimiz bilan bir xil, ya'ni tarkibi doim kalin unlilardan iborat bo'lgan va bu yerda ham kenni boshqa bir shaklga aylantirish iloji yo'q va ken shaklini o'zini qo'llab yasar ekanmiz. Sizga yana bir o'sha takror bo'lish uchun zarf fe'lni boshqa bir ikki shaklini ham keltirib o'tdim. Ya'ni bu yerda yip yoda ip shakllari. Xo'p, buni asosan o'sha 4 xil shakli bor. Ya'ni so'zimiz a yoki i bilan tugaydigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek ip shaklini qo'llaymiz. E yoki i bilan tugaydigan bo'lsa ip, u yoki u bilan tugaydigan bo'lsa up va u yoki u bilan tugaydigan bo'lsa up shaklarini qo'yib yasar ekanmiz. Xo'p, unli bilan tugasa har doimgidek o'rtada bitta yana orttirib talaffuz qilamiz. Xo'p, o'qishga gidib sinov so'novchlarini o'rganajam. Ya'ni maktabga borib imtihon natijalarini o'rganaman degan ma'noda kelyapti. Xo'p, bu yerda ham get fe'limiz asosi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda t ni d ga o'zgarish hodisasi bor. Ya'ni so'zlarimizda fe'llarimizning asosida
ya'ni t bilan tugaydigan bo'lsa, unga shu bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shadigan bo'lsak, ya'ni unli bilan bo'lsin, xoh undosh bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shadigan bo'lsak, t tovushimiz d ga o'zgaradi. Ya'ni aynan o'zbek tilidagi mavjud bo'lgan qoida turk tilida ham bor. T ni d ga almash hodisasi. Demak, get emas, get d ga almashar ekan, ge deb bo'lar ekan. Xo'p, keyingi shakl esa fe'l plus madan. Yemak yemadan, evdan chiqma. Xo'p, qarang, demak o'sha bitta xil bir xil qo'shimchamiz ikki xil ma'noda kelyapti. Birinchisi ma'lum bir ish harakatni bajargandan keyin nimadir o'sha bo'lishini ifodalasa, ikkinchisi esa ma'lum bir o'sha ish harakatni bajarishdan oldin nimadir bo'lishi haqida ma'lumot berar ekan. Ya'ni ovqat yemasdan uydan chiqma degan ma'noda kelyapti. Ya'ni birinchisi o'sha ish harakat bajargan, ikkinchisi esa hali bajarilgani yo'q. Xo'p, demak buning ham faqatgina o'sha 4 xil shakli emas, 2 xil shakli mavjud ekan. Ya'ni kalon unlilar bilan tugaydigan bo'lsa, madan, aynan enje unlilar bilan tugaydigan bo'lsa, meden shakllari qo'llaniladi. Ya'ni 4 xil emas, 2 xil shakli. Xo'p, hozir ko'rib o'tganingiz ib shakli o'zbek tilidagi ib, ya'ni ib bilan boshlanuvchi yoki tuguvchi qo'shimchani berar ekan dedik va yuqorida aynan shu qo'shimchani yana bir o'sha takrorlaymiz. Ya'ni yarak va ib shakllari bir xil ma'noda qo'llaniladi. Ya'ni masalan, annesining yonini ko'shara ketdi, oyisining yoniga yugurib ketdi degan ma'noni bildirsa, apasida esa o'qulaga deb sinov so'novchilarini o'rganajam. Ya'ni maktabga borib imtihon natijalarini o'rganaman degan ma'noda kelyapti. Demak, ib shaklini bu yerda turk tilida 2 xil shakli bor ekan. Demak, sinonim shakllar, sinonim qo'shimchalar hisoblanar ekan. Xo'p, demak o'sha siz so'zga qarab va qaysi bir o'sha qulayligiga qarab ikki qo'shimchadan birini tanlay olasiz. Demak, bugungi zarf fe'llar mavzusidan o'sha sizga vazifa bo'ladi. Xo'p, zarf fe'llarni 1, 2, 3 va o'sha 4 xil shakllarga qo'llab yozib kelar ekanmiz. Ya'ni birinchisida o'sha yarak yoda eb shakllari ikkitasini xohlasangiz o'sha yonma-yon shaklda yoki ikkitasidan bittasini tanlagan holda bajarsangiz ham bo'ladi, yoki uni takroriy shaklda ya va a shakllarini qo'llagan holda takroriy shaklga aylantirishingiz va mana bu yerda esa bitta o'sha so'zim qo'shimchamiz tarkibida 3 xil deb ma'noda chiqarishimiz, ya'ni fe'llardan, ismlardan va sifatlardan foydalangan holda ma'lum bir zarf fe'l yasa olishimiz kerak va undan keyin mana bu ikki holatimizni bir-biriga solishtiramiz. Ya'ni ma'lum bir ish harakat bajarishdan avval nima bo'lishi va ish harakat bajarilgandan keyin nima bo'lishi haqida yozib kelamiz.